Ko'pchilik yaxshimsizlar, meni hozir turayotganim bo'lsa, 1000 yillik tarixga, dunyodagi 4 jon madaniyat birgalashgan, Ko'ksan qadimiy davlati bo'lgan Qucha shahri. Bu yer bo'lsa Qucha Rest ko'chasida joylashgan milliycha qo'l-o'navyanchilik buyumlarini sotish o'rni. Qo'limnikisi Quchaning danglik tog'a supini. Qucha bo'lsa Shinjondagi eng chong yerlik tog'a supi ishlab chiqarilgan joy. Bu bo'lsa har qaysi joylarda danglik Qucha cho'nini. Uning set Quchaning kunjut non, to'qash non, sut non, girdi non qatorliq 10 xildan ortiq non turlari bor. Mana bu rest ko'rsatmasiz haqiqiy milliy chiroqni esga olasizsiz. Bunday qilib biz rest ko'rsatib ko'rishaylik.